Qaranglar, qadrdonlar, 3 million 300 ming so'm mana bunisi, 5 million 700 ming so'm mana bunisi. Nima farqi bor deganda, ikkalasi ham bir xil mebel, faqat bunda jihozlari yo'q. Bunda mo'yka, gaz vitishga jihozlari bor. Xohlovchilarga shu holat sotiladi, xohlovchilarga jihozlari bilan beriladi. 4 burchak mo'yka deganlarga ham mana olib kelib qo'ydik. Aytilayotgan narximizga 300 ming so'm qo'shimcha bersanglar, 4 burchak mo'yka ham qo'yib berishimiz mumkin. Oshxona mebellarimiz, manzilimiz do'stlar, Andijon viloyati, Andijon tumanida o'zimiz ishlab chiqarish seximiz bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab kelishilgan holatda dastavkasi bor. Aytilayotgan narxdan tashqari, bu degani dastavka o'zingizlar alohida berasizlar. Shu shofyorlar yo'q bo'lsa, arzonroq, yaxshi shofyorlardan topib beramiz, adresingizga jo'natib yuboramiz. Jo'natib yuborsak, bir kunda olib borib beryapti. Mana shuncha obunachilarimizga jo'natyapmiz. To'lovlar endi plastikdan tashlaverasizlar, xudo xolasa. Mebellarimiz uzunligi 240, balandligi 220, orqasiga kafellar qilingan, stalishnisalar rossiyskiy, materiallarimiz ham rossiyskiy Kronashpon zavodda laminati bo'ladi. Ponni chekalari PVX kromka, tepasida plafonlari yonadi. Mana sochiq ilgich bunaqa polkalari ham bor. Mana gaz vitishga, mo'yka hammasida bittadan sushilka qo'shib beriladi, do'stlar. Mana shu turi xohlovchilarga 4 burchak mo'yka video tagidagi nomerlarga telefon qila olasizlar.